Xo'p, assalomu alaykum. AI agentlar bo'yicha kichkina qisqa video tayyorlamoqchi bo'ldim. Ya'ni AI agentga biz bergan o'sha qonun qoida bo'yicha kod generatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, ketdik. Bu yoqda AI agentimiz menda hozir Antigravity, bitta Flutter application generatsiya qilganman bu yoqda. Xo'p, mana bu hozirgi ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan agentchidagi o'sha skills degan bo'limi. Mana shu bo'yicha ofitsialniy o'sha rasmiy sahifasi, rasmiy dokumentatsiyasi. Xo'p, mana qanaqa folder structureda bo'lishi kerakligi, mana .agent, bu yoqda skills papkani ichida mana bu skill nom bo'lishi kerak. Va ichida skill.md degan markdown bo'lishi kerak bitta. Shuning ichiga o'sha qonun qoidalar kiritilgan bo'lishi kerak. Xo'p, birinchi betda .agent degan folder ochamiz. Xo'p, buning ichiga skills degan bitta folder ochamiz. Va bunga xo'p ketdik. Oldin bitta skill ko'raylik bu yerdan. Mana playbooks.com degan saytda har xil agentlar uchun shu skilllar tayyor yozilgan ekan. Flutter animationsni olamiz mana. Shuni nusxalayman. Va buning ichiga Flutter animations degan papka ochib turib, buning ichiga skill.md nomli o'sha hozirgi faylni tuzaman va buni qo'yaman. Endi qachonki bu loyiha uchun animatsiya generatsiya qildirganimda birinchi bo'lib turib agent mana bu skillni o'qib chiqadi-da, ko'rib chiqadi-da, shu bo'yicha, shu qonun qoida bo'yicha menga animatsiyani generatsiya qilib beradi. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, katta rahmat.